Davom etamiz. 15 may Xalqaro oila kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan Jizzax shahrida ham bayram tadbiri tashkil etildi. Hozir shu haqda. Yurtimizda 15 may oila kuni sifatida keng nishonlanadi. Shu munosabat bilan Jizzax shahridagi O'rda ekologik bog'ida katta konsert dasturi tashkil etilgan. Shuningdek, oila institutini mustahkamlash, xonadonlardagi tinchlik va totuvlikni ulug'lash maqsadida keng ko'lamli islohotlar hayotga tatbiq etilyapti. Jizzax shahrining muhtasham go'shalaridan biri O'rda ekologik madaniyat va istirohat bog'ida tashkil etilgan tantana ham dillardagi quvonchni ko'kka ko'tardi. Unda viloyatning barcha tuman va shaharlaridan kelgan namunali hamda ibratli oila vakillari jam bo'lishdi. Bayramning rasmiy qismida so'zga chiqqan Jizzax shahar hokimi Komil Xolmurodov yig'ilganlarni ayyom bilan qutlar ekan, mamlakatimizda oilalarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, xotin-qizlar va bolalar huquqlarini himoya qilish davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biri ekanligini alohida ta'kidladi. Bizni millatimizni, yurtimizni, xalqimizni boshqa davlatlardan ajralib turadigan eng asosiy bir ko'rsatkichlarimizdan, eng asosiy saqlab kelgan narsalarimizdan bittasi albatta bu oila muqaddasligi hisoblanadi. Mana shu oila muqaddasligi nafaqat mana shu atrofimizdagi davlatlar, barcha kelgan xalqaro hamjamiyatda ham, butun boshqa davlatlar orasida ham namuna sifatida ko'rilib, mana shu o'zbek metodi sifatida bizni millatimizni mana shunday bir boshqa millatlardan ajralib turadigan farqimiz sifatida ko'rinib keladi. Bayramning eng hayajonli va kulminatsion nuqtasi taqdirlash marosimi bo'ldi. Jamiyatda, mahalla-ko'yda farzand tarbiyasida barchaga o'rnak bo'lib kelayotgan har bir tuman va shahardan saralab olingan 30 ga yaqin namunali va ko'p bolali oila vakillariga Jizzax viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi tomonidan ibratli oila ko'krak nishonlari tantanali ravishda topshirildi. Bu mukofot xonadonlarimizdagi tinchlik, totuvlik, fayz va barakaga, ota-onalik mas'uliyatiga berilgan yuksak e'tirof namunasidir. Biz Shariflar oilasi 18 yildan beri ahil-inoq yashab kelyapmiz. 3 nafar farzandlarim tarbiyalab, bu hozir ko'krak nishonni oldim. O'shandan oilamiz bilan harakat qildik. Bundan faxrlanaman. Oilamiz bilan shu yurtimizga, prezidentimizga shu sidqi dildan xizmat qilishga va'da beramiz. Biz Baxmal tumani Do'stlik mahallasida yashab kelmoqdamiz. Biz mana shu turmush o'rtog'im bilan 32 yildan beri birga hayotni chiroyli, mazmunli o'tkazib kelyapmiz. 3 nafar farzandim bor. 3 nafar farzandimizni ham biz birga oq yuvib, oq taraf o'qitdik. Mana shunday davlatga xizmat qilib kelyapti. Mana shu davlatimizga o'z hissalarini qo'shgandan juda xursandman, minnatdorman. Bizni mana shunday mukofotlar bilan taqdirlashdi. Biz bundan juda ham xursandmiz. Avvalambor men yurtboshimiz, prezidentimizga katta rahmat aytaman. Mana shunday ko'krak nishonlarni qolgan bizdan keyingi yosh avlodlarga ham, yosh oilalarga ham nasib qilishlik, nasib ro'z aylasin. Shundan so'ng tadbir vohamizning taniqli san'atkorlari va xushovoz xonandalari ijrosidagi katta konsert dasturiga ulanib ketdi. Sahnada yangragan vatanni, go'zallikni va eng muqaddas qo'rg'on, oilani tarannum etuvchi dilrabo kuy-qo'shiqlar, jozibali raqslar yig'ilganlarga haqiqiy bayramona kayfiyat va unutilmas lahzalarni ulashdi.